Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Buxoro shahri Gorgazdan ko'plab mijozlarimiz kvartira qidirishadi. Sizlar uchun mana shunaqa chiroyli domdan 2 xonalik 5-qavatdan 74 kvadrat bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Video obzorimiz oxirida ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Videomizni ko'rishda davom eting. Kirgandan kvartiramiz ko'rinishi katta koridor boshlanib ketadi. To'liq Yevrotamirdan chiqqan, eshiklari podzagas MDF eshik, oyoq taglari laminat qilib bo'rilgan. Yangi dom, uyimiz balandligi 3 birinchi ko'radigan xonamiz yotoqxona qismi. To'liq super mo'y shabolar bilan ta'mirlangan, patolog gipsokarton, chiroyli lattijoylar, pardalar qo'yilgan, devorda mana bunaqa chiroyli shkafchalik qo'ygan. Spaylarning o'zini kattaligini ko'rib o'tdingiz. Sanuzul alohida, oshxonasi. Keyinroq bu xonalarga to'xtalib o'tamiz. Mana bu yoqda esa asosiy zal qismi. Zalimiz uzunligi 7,5, eniga 4 metr. Akkuratni remontdan chiqqan kvartiramiz, natijnoy. Bu yoqda ham turbofon lyustralar, elitni pardalar. Isitish tizimi uyimizda duxodir katalog qilib, batareyalar qo'yilgan. Sanuzul alohida deb o'tdik. Mana kafellar qilib qo'yilgan. Vanna, rakvinalar hammasi yangi qo'yilgan, toza holda saqlangan, hali ishlatilmagan. Pachka kvartira. Xudo xohlasa, olgan mijozimiz birinchi o'zi mana shu uyning egasi bo'lib, mazza qilib yashaydi. Oshxona qismi katalog o'rnatilgan. Ko'rib turganingizdek, mana bu yoqda esa balkoncha qismi. Balkonchasi ham kattagina. Mana shu 2 xona 5-qavatda joylashgan, kadastrda 74 kvadrat bo'lgan kvartiramiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar Gorgaz sentrida. Narxi $40,900, yana ozroq summada srochniyaga kelishtirib beriladi. 5 qavatli yangi Xiaomi 5-qavati. 2 xonalik kvartira. E'tiboringiz uchun rahmat.